Assalomu alaykum Razoq shahrining turg'unlari. Qutbando kuningizlar bilan sizlar bilan men Qo'ziyev Baymurod. Do'stlar, buyursa sizlarga Razoq shahrindagi dag'i bir o'ta sonunchi aniqni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizdek Razoq shahrida shunday 6 bosh paroda uylar sotiladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qarin bardig'i bo'g'oz. Do'stlar, video jurishida sizlarga sonon qilib video obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Razoq shahrida shunday mana 6 bosh toza qandu paroda uylar sotiladi. Ko'rib turganingizdek mana birinchidagi shved parodasi yer. Hozirgi uchurda bo'g'oz, xudo xolasa 1 oy 1,5 oy ichida tug'ib qoladi. Do'stlar, ko'rib turganingizda bu yoq tomondagi ikkinchi serimiz bu ham noqatski paroda ser desagan bo'ladi. Ko'rib turganingizda idishlari ham hammasi katta yirik baquvvat mollar. Plus ko'rib turganingdek kindiklari ham hammasi chotki toza desagan bo'ladi. Bu yoqda mana ko'rib turganda 3-molimiz bu ham shved paroda mol desagan bo'ladi. Bu ham bo'g'oz. Xudo xolasa 1 oy 2 oylar ichida tug'ib qoladi. Ko'pchilik patcha ko'kalarimiz talablariga binoan bu yoq tomonda shved paroda g'unojin sotiladi. Bu ham bo'g'oz. Xudo xolasa bu ham 1 oy 2 oylar ichida tug'ib qoladi. Bu yoq tomonda yana bitta shved paroda ser bor. Bu ser xudo xolasa 15-20 kun 1 oylar ichida tug'ib qoladi. Itlari ham hammasi baquvvat. Eng qizig'i bu yoq tomonda mana oxirgi serimiz bu ham ayni ser qaymoq sizlar qidirgan ser desagan bo'ladi. Bu serimiz ham hozirgi paytda bo'g'oz. Xudo xolasa bu ham 2 oy 3 oylar ichida tug'ib qoladi. Do'stlar, dag'i bir bor aytib o'tamiz, ko'rib turganda bu yoq tomonda 6 ta bo'g'oz paroda uylar sotiladi. Bularning ichida 4 tasi shved paroda ser, bittasi bu, ikkinchisi bu yoqda, uchinchisi mana birinchi tug'ish shved paroda g'unojin. Bu ham bo'g'oz. 4-inchisi mana shu. Ko'rib turgandek to'rala shved paroda ser, hammasi yo'g'on, yirik mollar. Plus bu yoq tomonda bittasi noqatski paroda ser. Bu ham ko'rib turgandek ikkita tuqqan, bu yil mana 3-chisini tug'adi xudo xolasa. Bu ham juda og'ir, yavosh mol. Ko'rib turgandek o'zi ham suyaklari yo'g'on, shoxlari ham chiroyli. Plus bu serlarimiz foydali tomonlari har bittasi tuqqan paytda 10 litrdan 15 litrgacha sut beradi. Hammasi yirik paroda mollar. Mana ko'pchilik aka-ukalarimiz ko'p sut beradigan serlardan qidirib yurardilar. Shu aka-ukalarimiz talablariga binoan ko'rib turgandek bu serlar hammasi 10 litrdan 15 litrgacha sut beradi. Eng qiziq tomonlari bu chekkadagi o'zimizning mesni mol. Bu ham 10 litrcha sut beradi. Plus suti ham ser qaymoq. Noqatski paroda serimizning foydali tomonlari, bu serimiz tuqqandan tuqqunchayin kuruligot sut beradi. Tug'ishiga 1 hafta qolganda sutni to'xtatib, keyin tuqqandan keyin yana 1 haftadan keyin dalshi davom ettiradi. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 160 mingdan bu yog'i mana dakansa kattalari 250 minggacha. Hozir kelib, ko'rib, yo'qsa sotib olishinglar mumkin. Videoni aslida xazayn nomerlarini yozib qoldiramiz, chalib, suylashib, iloji bo'lsa olisdagi aka-ukalarimiz kelolmasa yana hozir WhatsAppdan video zonadan telefon qilib, har bitta molni ko'rib, savdolashib olsanglar bo'ladi. Olib borib ser qilib, maza qilib sut qatiqlarini ichib yursanglar bo'ladi. Hammasi bo'g'oz, xudo xolasa aldi 15 kunda boshlaydi. Do'stlar, biz sizlarga video yoqqan bo'lsa, обязательно shu videoni ser olamiz degan do'stlar o'ziga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.